Qum iyisingizda bo'lsin, hayotda har qanday bir pul tejab iqtisod qilmoqchi bo'lsangizmi, mandaq 3 turlik pulni tejashga bo'lmaydi. Bu chaynakdan chiroq maloyikasi chiqqandan keyin sizning bu 3 turlik pulni tejishingizni qattiq cheklaydi. Birinchisi tamoq pulini tejimang. Ya'ni un, guruch, may, tuz, suv deganlardan o pul tejab boyog'lim bo'lmaydi. Xotirjam bo'ling. Endi mayli har qanday bir ishni qilaylik, bizga energiya kerak, mashinaning mengshiga may kerak. Shunami? Demak, o'zimizning sog'lomligi, keyin kishilarimizni yaxshi qilish uchun chuqur qo'saq to'q bo'lish kerak, badanimiz kuchli bo'lish kerak, energiyamiz mo'l bo'lish kerak. To'xtaga o'rtilmaydi deydigan gap bor. Shuning uchun pul tejashni o'ylayotganlar qo'saq masalasiga kelgan vaqtda pul tejamanglar. Bu deganlik hargiz isrofxo'rlik bilan to'q qo'saqimiz zo'lab tamoq yeyinglar deganlik emas, to'g'ri tushuninglar. Ikkinchi birisi boshqalarga beradigan sovg'atdagi pulni tejamang. Ya'ni siz boshqalarga sovg'at bermoqchi ma'lum bir narsani. Endi berib bu narsaning o'xshash holatida sirtidan qarshi o'xshash ko'ringan bilan arzon qimmati bor, jin soxtasi bor. Ham siz turib, voy ya bu boshqalar birdigan bo'lgan bir arzarig'ini olaychu, soxta nim bo'lmoqchi, u baribir buning qimmatini bilamdi deb o'ylab qolmanglar. Shu boshqalarga siz bergandan keyin boshqalar bir qarab, yefin-qo shu narsaning qimmatini his qila oladi. Uning hozir zaman bek taraqqiy qilib ketdi. Shunday savmiy o'qisa, bu narsaning necha pul, jini necha pul, jari necha pul haqini uqib qoladi. Shuning uchun boshqalarga ya sovg'at bermang. Sovg'at berish kerak bo'lganda, zarur bo'lganda chidab turib turing. Ya'ni 5 yil, 10 yillardan keyin shu siz so'qgan narsa, palon biriktika mashqadi kitap ma'lum bergan. Haqiqatan isil narsaga jumo deb qolsin. Uchinchi birisi tashqi qiyofatingizga, salafatingizga pul tejama. Hozir kiyim-kechaklarni azon bo'lib ketdi-ku. Yeni kiyim-kechaklarida baliq pulni tejab, voy azimni keysam nim bo'pti, o'qimam chiqib kim bo'ldi-ku demay. Yaxshirag'ini kiying. Yefin-qo yenilar. O'xshash bir ko'ynak yoki o'xshash bir maykining 30 ko'yligi bilan 130 ko'yligining farqi bor. 300 ko'yligining texnik farqi bor. Bir ko'rib puxib qolg'ili bo'ladi. Endi bu yerda o'zingizchalik arzon yoki ko'p narsani kiyib versakmi bo'ladi. Lekin ma'lum surullarga borganda boshqalar bilan aloqaga vaqtning o'zida hurmatingiz bo'lmay qoldi. Inoatingiz bo'lmay qoldi. Shuning uchun endi bu jihatdimi olgankin chidab o'zingizning badanini o'zingiz ostirmasangiz qanday bo'ladi? Chidab yaxshisini elang. Endi bu gapni anglab bir qism yosonchoq qizlarimiz, ayollarimiz bu bamsun yana kunda kiymeli, bir bayramda bir kiymeli bunda qilib ketmasakmi bo'ladi. Ma gapim endi ko'pincha bir erlarga mangsun, nurg'un erlar, o'g'illar shunda ayolga, bolalarga kiymay birishga qo'zg'almaydi. Chidab aprelga o'ziga vaqtning o'zida, voy bo'ldilar, men nim qilaman, men mo'shtaqdim. Yaqin o'zgartiryapman. Qanday yuqadi deganlarim to'g'rimi ya? Unda hozir chiroq maloyikasi chiqsinmi? Yoqtirdiganlar guvanji o'qiysanglar, chiroq maloyikasi chiqib 3 talablarni amalga oshirib turdi. Rahmat.